Hammaga salom shabalana. Kapama kapamadim o'zim. CapCut Master kanali bugun sizlar bilan biz CapCutda mana shunaqa uzun videolar qanaqa yasashni o'rganamiz. Birinchi chiqib keta qolamiz. Endi bu yerda ne video qaranglar. Bu yerda biz shorts o'rganuvdik oldingi videoda. Bu yoq editga o'tsanglar videolar. O'skirganlar editda turgan bo'ladi. Bu yerda ana video tayyor. Tayyor emas, endi videoni qo'ydik. Ovoz ketadi. Hop, bu musiqa. Bu musiqa shu yoqda qo'yadi. Bu yerda edit yonida audio degan joy bor. O'sha yerdan sound degan joy bor o'zi ko'rsangiz. Keyin bu yerdan fayllarda bor. Fayllardan maslahat qilaman dedi. Bosdik. Endi qaranglar. Bu mana ikkitasi bittada bor. O'shaning uchun men videonikini o'chirish uchun mute clip degani bu videoni ovozi degani. O'shani X bosib qo'ysalar ustiga bo'ldi. Mana. Xuddi shunaqa bo'ladi. Endi bu misol uchun ovozni olib tashlamoqchilar. Xuddi shu ovoz. Pastda mana shu muzika turgan bo'lsa, o'sha ustiga bitta bosasalar, bu yerdan download dena bosasalar. Ovozsiz polniy video ovozsiz bo'lsa, shu ikkita bosasalar bo'ldi. Ovoz qo'ymasdan bo'ldi. Ovozsiz. Endi bunga video montaj qilayotganingizda ovoz bermoqchisizlar. Uning uchun ham xuddi shunaqa. Bashti audioga kirasizlar, bu yerda rekord degan joy bor. O'sha yerda bosasalar, bu yerdan keyin mikrofon o'shan bosasalar gapiramiz. Bu timer ketadi 3 sekund. Misol uchun eshitamiz endi. 1 2 CapCut Master. Ovoz cho'tga yozadi. Endi shundan udal chiqmoqchilar, o'shaning uchun ham o'shan ustiga yozib download. Xo'p. Endi shuncha qilgan narsamizni qidirmoqchimiz, topmoqchimiz. Mana mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ismini esimdan chiqardim. Pauza qiladigan nimani yonida 10 degan joy bor. O'sha yerdagi orqa old degan joy bor. Shuni bossanglar, orqaga qaytib kelaveradi. Orqaga qaytib kelyapti. Shunaqa orqaga qaytarsanglar bo'ladi. Hozir men orqaga qaytarib yana o'chirdim. Xo'p. Endi biz nima qilamiz yana? Effekt degan joy bor. Effektdan har xil effektlar bor. O'z CapCutdan faqat yuklashingiz kerak edi buni. Hozir вообще vaqt ketadi bunga. Boshdan hozir tura qolamiz. Bu yerda yana nima bor? Draw bossanglar, hozir ko'rsataman. Yozadigan narsa, yozadigan ko'rsatib beraman. A+ bosasizlar. A+ bosganlardan keyin qanaqa effekt tanlaysan, qanaqa effekt chiqadi. Keyin bu yerdan effekt tanlaysizlar xohlaganinglarni. Hozir menda bitta yuklash kerak edi. O'sha asamida bo'ldi. Mana. Bu yerda o'zi ko'rinmasa ham ustiga bossanglar o'zi ko'rinib qoladi. Misol uchun mana bu. Bu ana eng zo'r shrift. Ko'rdinglarmi? Buni o'chirib tashlaymiz. CapCut Master ko'rdinglarmi? Xo'p, endi buni biz shuni bu yoqqa bosib olamiz. Bo'lib ko'ramiz. Xo'p. Endi biz yana nimadir qo'shsak-chi, desanglar, ustiga bosamiz. Bu yerdan Swiftly bosasizlar.
xuddi o'shani bosib qilsanglar bo'ladi. Yana kamera kirib ketdi. Qo'rqmas kamera kirib ketib. Mana o'sha. Xo'p, endi export degan joy bor. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar AI HD ni oldi. Export bor. Shu yerda bosib export qilsanglar bo'ladi videoni. Hammaga rahmat, videomiz tugadi. Kanalga like, obuna bo'lib qo'yinglar. Ikki bitta narsa ochilib qoldi. Sizlarga ko'rsatib keta qolay birato'la. Yaxshi bo'ladi o'zingizlarga ham, menga ham. Hop, mana yozilishlar. Bu yerda har xil effekt bor mana. Orqa rangi uchun. Hop. Xuddi shunaqa eksport qilib video yasasizlar. Hop, keyingi video endi inshoot haqida bo'ladi. Keyingi videolarda xayr. Bugungi videomiz tugadi. Hammaga rahmat. Exportda bosib eksport qilib galeriyaga tashlab olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, hammaga xayr.